إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya Rabbim Allah ushbu o'qilgan Qur'on oyatlarini qabullardan el Rabbim. Ya Rabbim Allah şuşunda har birimiz sening rahmatingga loyiqli bo'lamiz deb, sening rizolingni umid etib, üstimizdagi bo'lgan burchni o'tov niyati bilan jilishdik ya Rabbim. Ya Rabbim har bir odamlarimizdan ajr savoblarini nasib eylab, har bir odamlarimizdan gunohlarimizni, xatolarimizni g'afur et ya Rabbim. Ya Rabbim bergan xayr sadaqalarimizni, selagan tinglagan va'z xutbalarimizni, o'qigan farz sunnat namozlarimizni, qilgan ruku' sajdalarimizni, aytgan tasbih zikrlarimizni kimchilik xatolari bilan qabullardan el Rabbim. Ya Rabbim qabullardan eylab, hosil bo'lgan ajr savoblarini qiyomat kunlarida, amal daftarlarida sening mag'firatingda, jannatingda ko'rgan nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah shulay hosil bo'lgan ajr savoblarini shu dunyoda o'q. Salomatliklaribizda, boyliklarimizda, iymonlarimizda, bag'ir jemish bola aniqlarimizda ko'rgan har birimizga nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah o'qilgan Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan ajr savoblarini marhumalaribizning kimlar bizdan duo umid etib yotalar, har birsilarining ruh shayflariga erishtir ya Rabbim. Ularning qabrlarini nurli et, hisoblarini yengil et. Sening mag'firatingga erishib, ularga eng ulug' jannatlarni, Firdavs jannatlarini nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim, bizga insanlarga, har birimizga Qur'oni Karim bo'yicha ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnati bo'yicha yashashga har birimizga muyassar qil ya Rabbim. Ya Rabbim, illarimizga tinchlik, yetakchilarimizga zehn, hikmat nasib et ya Rabbim. Oilalarimizga ilfat ham muhabbat, bolalarimizga tawfiq ham hidoyat nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah har birimizga shu dunyoda da baxtli bo'lib, oxiratda da baxtli bo'larga nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim, biz sendan g'ana so'raymiz, senga g'ana yolvoramiz, senga g'ana duo qilamiz ya Rabbim. Qilgan duolarimizni qabul et, sen bu duolarni qabul etuvchi. Gunohlarimizni, xatolarimizni g'afur et ya Rabbim. Biz gunohli, biz xatoli, sen gunohlarni, xatolarni g'afur etuvchi. Allohumma g'fir lana zunubana, Allohumma arhamna, Allohumma hdina ila siratal mustaqim. Allohumma a'inna ala zikrik va shukrik va husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.